Assalamu alaykum. Kitap o'qishman beri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Bugun men Yalqin Ro'zining 20-asrdagi tunji islohotchi Abduqodir Damollam nomli asarning eng oxirgi bo'limini o'qib beraman. Mazkur asar Yalqin Ro'zining Loy qal'aning siri nomli maqola obzorlar to'plamiga kirgizilgan. Xo'sh. Yang Zingshin bir necha yil ichida o'ziga qarshi harbiy va inqilobiy kuchlarni pak-pakiz yo'qitib, o'zining o'rnini mustahkamlab olgandan keyin Zaharxanda Nazirni yerlik xalq ichidagi ilg'orli faoliyatlarga va bu faoliyatning avangardlariga aqtirdi. Xinjiangda hokimiyat yurgizgan 17 yil jarayonida, ya'ni 1912-yildan 1928-yilgacha xalqni nodonlikda qoldirib boshqarish siyosatini yo'lga qo'ygan Yang Zingshin, Jiroq sharqdan keldim bu yoqqa, chin saqlab turaman g'arbni, qoldiraman bilimsiz nodonlikda, podshohga bo'ysundiraman xalqni degan aksiyatchi siyosiy aqidasini izchillashtirib, ko'n muarifni qo'llab, yangi muarifni kuchining baricha to'sgan. Ayni yillarda İslam dinidan saboq berilgan diniy maktablarning ko'pinchisini oxirlar ochgan bo'lib, bu maktablar ibtidoiy darajalik maktab, yuqori darajalik maktab deb ikki xilga bo'linadi. O'quvchilarga diniy qoida, diniy aqidadan saboq beriladi. Namozning oyatlari o'rgatiladi. Fan, madaniyat bilimlari o'rgatilmaydi. Öğünüş usulü ölük halda yadlaş bulup, ma'nisini bilish talab qilinmaydi. Yang Zingshin bundaq maktablarning hammasini rag'batlantirgan edi. O Xinjiangni Laozining donolarni e'tiborlamay, nodonlarni e'tiborlash nazariyasi bilan idora qilgan. Xinjiangning Mingu davridagi tarixi degan kitobda yozilishicha, u Laozining nodonlarni e'tiborlash nazariyasini yo'lga qo'yganligi uchun Xinjiangning madaniyat muarifining uzoq yil qaloq holatda turish vaziyatini keltirib chiqargan. Yang Zingshin istig'for hujrasida o'qilgan Laozi xotirlari, savalliklardan xotirlar degan kitoblarida Laozi ta'limotiga qayt cho'qinib, nodonlik afzal degan ideyani targ'ib qilgan. Uning bundaq qilishdagi maqsadi Xinjiangni go'mishlar dunyosiga, Xinjiang xalqini bilimsiz ibtidoiy odamlarga aylantirib, shu orqali o'zining militarist hokimiyatini saqlab qolish edi. Shundaqla xalqni xat yoza olmaydigan, kitob o'qiy olmaydigan, nodonlik va o'yin kulki bilan yashaydigan farosatsiz xalqqa aylantirib, o'zining xotirjam boshqarishini ishga oshirish uchun edi. Shunga oxirgi hisobda Eksaqda qurilgan Darul Muallimin maktabi zo'rliq kuch bilan taqib etilgan. Qo'llaydigan guruhchilar amalsiz qolgan. Buningdan qattiq ichingan Nushravan Yaushev mundaq yozgan. Oldingi yillari mashhur jamoat arboblaridan Musaboyevlarning tirishchanligi bilan Qashqarda yangicha ta'lim-tarbiya maktabi ochilgan edi. Bu maktab 5-6 yil davomlashgan bo'lsa, 6 shahar uchun boshlang'ich maktab o'qituvchilari yetishib qolgan bo'ladi. Lekin bu baxtsiz xalq shu birdan-bir ilmiy o'rinni tutib tura olmadi. Albatta, bu maktabning taqilishida Yang Zingshinning razil qo'li hal qilg'ich rol o'ynagan. O turklar oyat o'gitish nomi bilan hadab qutratqiliq qilsa, uning yoshurun optini tasavvur qilish tas degan. Ham 1917-yili Ahmad Kamolni kuchog'i surgan qilgan. Keyin kuchadimi to'xtatmay, Udul Urumchiga yalab aparg'izib, Urumchi turmasiga 2 yil qamagan.
Şunun bilen Uyghur yeni ma'rif hareketi tarixideki bu strategiyalik qadam manzilga g'alabilik yetolmagan. Shu sababli Uyghur yeni ma'rif hareketining taraqqiyoti 20 yil kechikkan. Eksaqtiki Qashqar Darul Muallimin maktabining fojialik oqibati Qashqardagi jadidlik harakatlarga qattiq zarba bo'lgan. Jamiyat ansizlik ichida qolgan. Bu yillarda Sharq va G'arbdagi barliq ellarda taraqqiyotga, yangi madaniyatga yuzlanish hukumat harakati orqali dag'dug'uluq amalga oshirilayotgan bo'lsa, Xinjiangda dal buning ta'tirisicha Yang Zemishinning nodonlikda qoldirib boshqarishdek razil siyosati sababidan Qashqar, G'ulja, Turponlarda yangidan ko'z ochgan ma'rifat buloqlarining ko'zi rahimsizlik bilan tindirilib, jadidlik harakatlariga rivojlanish imkoniyati berilmagan. Ammo jahon miqyosidagi olamshumul o'zgarishlar Qashqarda Abduqodir Damollam boshligan jadidlik harakatiga tarixiy xarakterlik sakrash fursati ato qilgan. 1914-yil 7-oyda mashhur Sarayev vaqasi sababidan portlagan Birinchi Dunyo urushi misli ko'rilmagan darajada keng ko'lamlik urushga aylanib 4 yil 3 oy davom qilib 1918-yil 11-oyning 11-kuni oxirlashgan. Bu qonliq urushda Amerika bilan Yaponiya mo'lcharligisiz foyda olgandan boshqa urushga qatnashgan barliq davlatlar ig'ir ziyon tortgan. Çarpadişah mustabid hokimiyati eng boldir g'ulab tushgan. 1917-yilining ichida Rossiyada 2 qitim zo'r inqilob bo'lgan. 2-oydagi fevral inqilobi orqali Petrogradda vaqtliq hukumat qurilgan. Vaqtliq hukumat o'lim jazosini bekor qilgan. Çarpadişahlik tuzumiga qarshi barliq kishilarni umumyuzlik kechirim qilgan. Ommaviy yig'ilish, namoyish o'tkazish, gazet, jurnallarni nashr qilishga ruxsat qilgan. Barliq siyosiy partiyani e'tirof qilgan. 1917-yil bahorda Rossiya vaqtincha dunyodagi eng erkin davlatlarning biriga aylangan. Shu yilning oxiri bolsheviklari oktyabr inqilobini qo'zg'ab, hokimiyatni fevral inqilobi orqali qurilgan vaqtliq hukumatdan tortib olgan. 1917-yildan 1921-yilgacha bo'lgan oraliqda Rossiyada Lenin rahbarligidagi markaziy hukumat intayin ojiz ahvolda turgan. Rossiyadagi o'zgarish va inqilob tabiiy holda bir asrdan buyon Rossiyaning to'mir changalida turib kelgan O'rta Osiyo o'lkalarida o'zlarining siyosiy istiqbolini nazarga olgan milliy harakatlarning jo'sh urib rivojlanishini keltirib chiqargan. Char Rossiya tabasidagi barliq musulmon Turkiy xalqlar rayonida mustaqillik harakatlari paydo bo'lishga boshlagan. Ko'p yillardan buyon ichki ishlarda erkin, ammo tashqi ishlarda Rossiyaga bog'lanib turayotgan Beqindi xonlik Xiva xonligi bilan Buxara amirligimi o'zining ichki tashqi ishlariga o'zi ega bo'lish yo'li ustida izlanishga kirishgan. Jadidchilardan tashkil topgan yosh Buxaraliklar va yosh Xivaliklar tashkiloti jo'shqin hayotiy kuchini namoyon qilgan. Ular O'rta Osiyoning O'rta Osiyoliklar tarafidan idora qilinishi to'g'risidagi qarashni targ'ib qilgan. O'rta Osiyo xalqlarining ilg'or ma'naviy dohilari O'rta Osiyodagi ijtimoiy va siyosiy faoliyatlarga yetakchilik qilish maqsadida 1917-yilning mart oylarida bir yerga yig'ilib, ko'p sondagi a'zolar jadidchilardan tashkil topgan Islom shurosini qurib chiqqan. Bu partiyaning sekretarligini O'rta Osiyo jadidlik harakatining avangardlaridan biri bo'lgan Munavvar Qori ustiga olgan.
Ular darhol harakatga kelib, O'rta Osiyo tavasida bir qurultay chaqirishni qaror qilgan. Qurultay tayyorliklari tamomlanib, 1917-yil 7-aprel kuni Toshkent shahrida 440 nafar vakil qatnashgan tunji qitimliq O'rta Osiyo musulmonlar qurultayi chaqirilgan. Bu qurultayda Rossiyaning kelgusi ijtimoiy tuzumi va O'rta Osiyoning bu tuzum ichidagi o'rni hamda rus ko'chmanlariga tarqitib berilgan yerlarning ahvoli to'g'risida degandek bir muncha temalarni asos qilgan holda muzokara uyushtirilgan. Qurultay qatnashgan vakillarning hammasi degudek jadidlikni himoya qilishadigan kishilar edi. Uzoq o'tmay qozoqlardan chiqqan mashhur jadidchi Mustafa Cho'qay o'g'li rahbarligidagi Qo'qant muxtariyat qurilgan. 3 oyga yaqin hokimiyat yurgizgan bu hukumat 1918-yil 18-fevral kuni Qizil gvardiyachilarning qurolliq bostirishi bilan og'dirilgan. O'rniga Turkiston Avtonom Sovet Sotsialistik Cumhuriyeti qurilgan. O'rta Osiyoda to'xtovsiz siyosiy o'zgarish va turli ijtimoiy inqiloblar yuz berib, dog'dug'isi jahonni bir olgan mushu yillarda Qashqardagi buruqtirma vaziyatdan ichi siqilgan, g'oya orzulari amalga oshmay taqazzo bo'lgan Abduqodir Domollam O'rta Osiyoga yana bir qitim safar qilgan. Bu qitimqi safarning vaqti 1918-yildan 1921-yilgacha bo'lgan. Bu jarayonda Abduqodir Domollam O'rta Osiyo o'lkalaridagi o'zgarishlarga yaqindan diqqat qilgan. Har qaysi siyosiy guruhlarning mudda maqsadlarini tahlil qilgan. Bolsheviklar haqidagi tushanchisini oydinlashtirgan. Shu jarayonda O'shda bir o'zbek ayolni amirga elib, Abdulla ismli bir o'g'il farzand ko'rgan. 1921-yili Rossiya tuprog'ida bolsheviklar hokimiyati mustahkamlanib, xalqarodagi cho'ng davlatlarning e'tirof qilishiga erishgan. O'rta Osiyodagi o'xshashmagan siyosiy qarashdagi faoliyatchilar, bir qism donliq diniy zotlar va mol-mulki ko'p boylar turli o'y xiyollar bilan qo'shni ellarga qarab yo'l olgan. Abduqodir Domollam bo'layotgan o'zgarishlardan bolsheviklar hokimiyati ostidagi O'rta Osiyo o'lkalarining navbatdagi kelajagini ko'rib yetgan. U O'rta Osiyodagi 3 yilga so'zilgan kuzatish, kutish, o'ylanish hayotini oxirlashtirib, O'shdan Qashqarga qaytib kelgan. Abduqodir Domollamning Qashqarga qaytgandan keyingi faoliyatlaridan uning ilgirki ma'rifatchilik g'oyasiga ega jadidchidan ijtimoiy kurash irodasiga ega kaskin amaliyotchiga aylanganligini aniq ko'rib olg'ili bo'ladi. Uning Qashqarga qaytib kelgandan keyingi faoliyatlari xalq orasida rivoyat tusi olgan. Uning ta'siri yuqori chekka yetgan. U xalqning qon tər bədəliga yaşayotgan təslimchi mansabdorlarga, jaholat homilari bo'lgan makkor o'lima ishonlarga, mol dunyo to'plashdan boshqani o'ylamaydigan oshko'z boylarga qilcha yuz xotir qilmay murassasiz muomala qilgan. Qashqardagi xristian din tarqatquchilarga qarshi kayfiyatni amaliy harakatga aylantirib, Uyg'urlarning siyosiy tarixidagi tunji namoyishni tashkillab, ommaviy norozilik harakatini qo'zg'agan. G'arb xristian din tarqatquchilari, ya'ni missionerlari Qashqarga 1892-yili qadam qo'ygan. Shvetsiya Baş dini jamiyatining Kavkaz rayonida din tarqatayotgan missioneri Höyçir, Rossiya bilan Turkiya o'rtasidagi urushda asirga tushgan turkiyalik Ermen Yohannes Avi Tarant
degan shogirdini agashtirib 1892-yili Qashqarga kelgan. Billi kelgan turkiyalik Arman turk tilini bilatdi ham asli islom diniga e'tiqod qiladi. U Kavkazda Höyçer bilan tonishib xristian diniga e'tiqod qilgan edi. Onun turk tilini bilishi va islom dini bilan pishiq tonishliqi Höyçerni qiziqtirgan. Höyçer Qashqarga kelib vaziyatni ko'zitib qaytib borgandan keyin Qashqarni O'rta Osiyodagi birdan-bir din tarqitish nuqtasi qilib bekitgan. Arqadanlar bir o'mak tashkillanib Hökberek degan popning yetakchiligida 1894-yil fevralda Qashqarga yetib kelgan. Ularning 10 yildan ortiq elib borgan e'tiqod o'zgartirish tirishchanligi islom dini intayin cho'nqur yildiz tartib ketgan Qashqarda hech qanday unum bermagan. Ular Qashqar xalqini dini e'tiqodini o'zgartib, xristian diniga e'tiqod qildirish uchun bevosita tashviqot elib berishning oqmaydiganligini his qilgan. Shuning bilan 1906-yili Qohirada ochilgan Gospel yig'inining ro'yi bo'yicha doktorxona, maktab, doriletam ichish, shu orqali davolash va tarbiyalash yo'li bilan unumga erishishni o'ylagan. Bu nuqtani shvetsiyalik Gunnar Yaringmo aniq ko'rsatib, doktorxona xizmati bilan ma'arifni yo'lga qo'yish din tarqatquchilarning vazifasi edi, deb yozgan. Mahiyatidan aytganda, Shved missionerlarining islom dini va madaniyati cho'nqur yildiz tortgan bu rayonda xristian dinini tarqitishga kirishishi hamda yerlik Uyg'urlarning islomiyat aqidasi bilan zich yo'g'rilib ketgan an'anaviy madaniyati va qimmat qarashlarini o'zgartirishga urinishi madaniyat tajovuzchiligidan boshqa narsa emas edi. Ular din tarqitish xizmatini sabrchanlik bilan ishlagan. Egichoqsiz yetim bolalarni beqib tarbiyalash orqali bara-bara e'tiqod o'zgartirish xizmatida unumga erishgan. 1820-yillarning oldi keyinida ularning maktabiga boradigan o'quvchilar soni 100 dan eshib ketgan. 1923-yili eng yuqori chakka yetib 200 dan oshgan. Abduqodir Domollam xalqning 1000 yildan oshgan aqida e'tiqodi xrisga duch kelgan mushundaq jiddiy paytda ko'krak kerib o'tirg'i chiqib, xalqning aqida e'tiqodini ching'itish, dini kimligini his qildirish, navbatdagi krizisga qandoq taqobil turish to'g'riliq fursat yor berganligi so'rinda tashviqot tarbiyani kuchab qanot yaydirgan. Aldı bilan shogirdlarning qalbiga missionerlarga qarshi g'azab yalqinini tutashtirgan. Har kuni namoz degandan keyin Hetqoq jamoasida amri ma'ruf munozara so'rovlarini o'yishtirib, vaz tabliq qilib, g'ofil xalqqa uzuksiz tashviqot, targ'ibot elib borgan. Mutaassib o'limalar bilan munozara qilib, o'zining kamolatga yetgan munozara qobiliyati va haqqoniy so'zlari bilan ularni mat qilgan. Tar doiradagi yumshoq ibodatlarni ado qilish bilan qanoat tuyg'usiga cho'mib, xotirjam yashashga odatlangan mos-mos mollamlarga nafratlangan Abduqodir Domollam ularning ibodatni to'limi yuza tushunib, beparvo kun o'tkazishlariga chidab turolmay, yalqinliq nutqlari bilan ularga burchini tonish to'g'riliq nasihat qilgan. O eni qilib o'limalarimiz zimmasidagi vazifasining eg'irligini to'nib, yaxshi amallarni xaloyiqqa aynan yetkazsin deb ko'rsatgan. Abduqodir Domollam yurt katalari bo'lgan bexil boylarga Qashqar ko'chalarida sarson sargardan bo'lib yurgan bolalarni, guloqlarda kulgi ko'milib yotgan yetim yesirlarni qanot ostiga elish, ularga saxovat dasturxonini yeyib qeyrindoshlik majburiyatini ado qilish haqida yo'l ko'rsatgan.
Abduqadir Damollam ularga özimiz yurtning ko'zi, xalqning beshi bo'lib turuqliq, xalqni baxt saodatga boshlab mangmasdan butun ishtiyoqimiz bilan shaxsiy tapovat yo'liga mangsaq, qo'lga kirgan tilla tangilarni avrazga ko'mib xotirjam yozsaq, istiqbolimiz to'g'risida zarracha qayg'urmasak, kelgusi avlodlarimizga nima deb javob beramiz? Ularning oldida osi, gunohkor bo'lib qolmasmizmi? Afsuski, biz g'amxo'rlik qilmay ko'chaga tashlab atgan bolalarimizni Yevropadan kelgan muxolifatchilar o'z qo'yniga tortmoqda. Ingliz, shvedlar qandaqdir shifoxona qurib, davolash yo'llari bilan aqida o'g'irlamoqda. Ular bizning bolalarimizga bir misqol ta'sir ko'rsatishga ko'zi yetsa, oyanmasdan 100 sarlab tangi sarf qilmoqda. Biz bo'lsak, bolalarimizni ko'chalarga tashlab, o'zimizdan yiroqlashtirmoqdamiz. Degandek jarangli xitoblarni qilgan. Nasihati amma nomli mashhur asrni qayta bostirib, keng turda tarqatgan. U bu esil asrda xalqqa mundaq murojaat qilgan. Bu zaman g'aflat va beparvolik zamoni emas, uyg'onish va sezgurlik zamonidir. Johillik va nodonlik davri emas, ilm, ma'rifat davridir. Susluq va bekorlik vaqti emas, tirishish va g'ayrat vaqtidir. Boshqa millatlar ilm va ma'rifat soyasida havoda uchib parvoz qilmoqda. Suv ostida bo'lsa, xuddi quruqlikda yurgandek erkin uzishmoqda. Biz tehi g'aflat uyqusida yotmoqdamiz. Uyqu o'limning birodari va muqaddimasidir. Bu holatda doim uxlamoq yo'qolish va o'lim yo'lidir. Hali ham vaqt va fursat bor. Programma xarakterlik bu asar ayni vaqtda zilzila xarakterlik unum paydo qilgan. Bu asarning ta'siri bilan kishilarda milliy ong uyg'onishga boshlagan. Ilgariki ma'rifatchilik ruhi bu mezgilga kelganda siyosiy ongning shakllanishi bilan texami beyigan. Qisqasi, Abduqadir Damollamning zo'r tirishchanlik ko'rsatishi natijasida Qashqar tavasida emas, balki butkul Tarim vodisida yangicha kayfiyat borliqqa kelgan. Kishilar yangilik, ma'rifat haqida emas, vatan va millatning taqdiri ustidami o'ylashadigan, so'zlashadigan bo'lgan. U Husaynxon Tajalli, Bahovuddin Musaboyev, Shamsiddin Damollam, Qutlug' Shavqi, Hoji Muhammad Ali qatorliq mashhur ma'rifat oshnolarining bir niyat, bir maqsadda hamdamda bo'lishi natijasida yangi bir avlod fidokor shogirdlarni tarbiyalab chiqqan. Mushu mezgilda Qashqarda yosh qashqarliklar nomida bir turkum jadidchi ruhdagi ziyolilar borliqqa kelgan. Ularning turli ijtimoiy faoliyatlari Qashqarda yangi jonlanish manzarasini paydo qilgan. Qog'iliqda turib Qashqardagi o'zgarishlarga yaqindan ko'ngil bo'lib-atgan dongliq adib Husaynxon Tajalli Abduqadir Damollamning qo'lida o'qiyotgan go'miliq shogirdi Abdujalilga yozgan she'riy maktubida G'ozining g'ayratidan tug'ilgan g'ovg'alarni yezib turgan deb topilagan. Buningdan Abduqadir Damollamning Qashqardagi islohot faoliyatlarining ayni chog'da Uyg'ur jamiyatida bir qiziq tema bo'lib qolganligini ko'rib olgan bo'ladi. Ayni yillarda, ya'ni 1920-yillarning 5-ida Qashqarning vaziyati intayin murakkablashib ketgan.
Ayni vaqtdagi kuchlik Rossiya imperiyasi yo'qolib, uning o'rniga chiqqan bolshevizm hukumati texi qo'shni davlat va rayonlarga tahdid va ta'sir ko'rsatgudek kuchni hozirlamagan edi. Bu fursatni ching tutgan Britaniya hukumati o'zining Janubiy Shinjongdagi, jumladan Qashqardagi ta'sirini oshirish maqsadida jiddiy harakat qilyapti. Demak, Britaniya kengaymichilarining Shinjongga bo'lgan singib kirish qari neydi? Shinjongni o'zlarining ta'sir doirasi ichiga elish urinishlari Qashqar vaziyatini nihoyat murakkablashtirib o'tgan. Ammo Abduqodir Damollamning vatanparvarlik, millatparvarlik faoliyatlari ularning kutmagan yerdan chiqqan. 1924-yili Abduqodir Damollam har qaysi madrasalardagi taliblarni tashkillab, Shivit din tarqatquchilarining harakatiga qarshi namoyish tashkillagan. 1936-yili Nanjinda nashr qilingan Zhang Wenwu tarafidan yozilgan Jungoning g'arbiy yurtini idora qilish tarixi degan kitobda yozilishicha, Mingoning 12-yili Qashqardagi cho'ng mufti Abduqodir Damollam xristian kuchlarining Shinjongda yamrab ketayotganligini nazarda tutib, musulmonlarni uyg'otish uchun hukumatdan jurnal chiqarishga ijozat berishni talab qilgan. Lekin hukumat ruxsat qilmagan. Abduqodir Damollam tashviqot materiallarini yezib, taliblarga har qaysi masjidlarga chaplashga o'rinlashtirgan. Buni o'qiganlar nihoyat ko'p bo'lgan, unumi cho'ng bo'lgan. Mana shundoq ideyaviy qo'zg'atish natijasida Qashqardagi o'quvchilar plakatlarni ko'tarishib, shuar to'g'lab, ko'chalarni aylangan. Missionerlarning tashviqot materiallarini ko'ydirib tashlagan. Bu ish Qashqarni zilzilaga solib o'tgan. Qashqardagi Angliya konsulxonasi, Shivit missionerlari va Sovet ittifoqining odamlari cho'chib ketgan. Namoyish ko'tarilgan kunning ertesida Qashqar dotiyi Abduqodir Damollam, Mahmud Hojim, Yoqub Hojim boshliq 30 ga yaqin kishini 40 kun hapsiga solab qo'ygan. Yanzangshin hukumati ishni o'zining odatlangan usuli bo'yicha hal qiladiganligi to'g'riliq chet el kuchlariga va'da bergan. Jungoning feodallik madaniyati haqida cho'nqur muhokama yurgizgan mutafakkur adib Lushin apandi Jungoning feodallik jamiyatini odamxo'r jamiyat deb atagan. U Jungo feodallik jamiyatining negizlik illatlari haqida to'xtalib, Jungoning koni udumi shundaq. O'qimishliq odamlarning qo'rsqida umuman qonxo'rlik omillari bo'ladi. Ular tutgan yo'li yotlarga har qachon o'lim yo'lini rastlab qo'ydi deb ko'rsatgan. Jungoning feodallik jamiyatining mahsuli bo'lgan Makkar siyosiyon Yanzangshin odamxo'rlikda uchiga chiqqan feodal amaldor edi. U muarifi yo'q millat dumkum turib qo'yilgan qozonning ostidagi qo'ng'izga o'xshaydi. Jahon mushu deb yurayverdi. Nodon xalqni boshqarmoq oson. Ularni qo'yga o'xshash xohlagan tarafga haydab ketgili bo'ladi. Shuning uchun men ularga muarifni bermayman. Ularning orasidan chiqqan har qanday iqtidorli va aqlli kishini darhol nazarband qilaman. Bir bahona tepib yo'q qilaman degan edi. U o'zining Abduqodir Damollamdan iborat bu dona islohotchini yo'qtish maqsadini kaltpam, burnining uchini ko'rdigan munofiq mijoz shaxsiyatchi boylar bilan hasadxo'r o'limalarning g'olchilik qilib moslashishi orqali amalga oshirgan. Qat'iy irodalik vatanparvar, fidokor yo'lboshchi, mutafakkur islohotchi, o't yurak jadidchi Abduqodir Damollam 1924-yili 8-oyning 14-kuni tong saharda Qashqar shahridagi uyida
yollangan qotil tarafidan qasdlab o'ldirilgan. Uyg'ur xalqi uchun zo'r yo'qotish hisoblangan bu qotillik voqeasi butkul O'rta Osiyoga purkatgan. Qashqardagi ilg'orlikqa moyil kuchlar turkumlab qo'lga ilingan. Bir qismlari Toshkent, Andijon, Qorako'lga, bir qismlari O'g'iljiga, yana bir qismi Shanxay, Nanjingga qochib qutulgan. Abduqodir Domollamning fojialik o'limi sababidan Qashqar xalqi cheksiz qayg'u hasratga cho'mgan. Tajalli, Qutlug' Shavqi, Mamtili Apandi, Shamsiddin Domollam qatorliq shoirlar azobliq hissiyoti bilan marsiyalarni yozgan. Abduqodir Domollamning ixlosmand shogirdlari hasratlik qo'shiqlarni o'qishgan. Eting bakmi chiroyliq Abduqodir emasmi? Xalqimizga yo'l boshlab umring o'tgan emasmi? Domollam shahid bo'ldi. Yotar joyi behish bo'ldi. Domollamga Qashqarlik ko'p yig'lab behush bo'ldi. Uyg'ur xalqining hozirgi zamon ideologiyasining shakllanishiga ul solgan. Jadidlik ideyasini Uyg'ur jamiyatiga unumlik yetkazib, tunji islohot harakatini qo'zg'agan. Bu ulug' yo'lboshchining suiqasdga uchirishi xalqimizning milliy hayotidagi ziyni haqiqatan zo'r tarixiy terrorlik edi. Bu zo'r yo'qotishni go'yo olim Abdushukur Muhammad Emin aytgandek, kishini asrlab o'ylantiradigan va vijdon nafratini qo'zg'aydigan fojia bo'ldi deb xarakterlashga bo'ladi. Bu fojia bizni shuning uchun asrlab o'ylantirdiki, Saidiya xalqidan keyin 300 yillab davom qilgan jaholat tutaklari ichida o'lim uyqusida uxlab kelgan g'ofil xalqqa bu holatda doim uxlamoq yo'qolish va o'lim yo'lidir deb ta'xirsiz hissiyotda tunji bo'lib jarangliq xitob qilgan azimat Abduqodir Domollam edi. Kallasida zamonga loyiq hech qanday bir ong tushuncha yo'q nodon xalqqa ma'rifatchilik, milliyatchilik engini eng dastlab singdirgan munavvar olim Abduqodir Domollam edi. Siyosiy va iqtisodiy imkoniyatlari bakmi to'van holatdagi tushkun Uyg'ur jamiyatida yangilash va gullanish ideyasini taratgan tunji islohotchi Abduqodir Domollam edi. Abduqodir Domollamning qasdlanishidan iborat bu fojia shuning uchun bizning vijdon nafratimizni qo'zg'aydiki, asrlardan beri nodonlik, qo'shshoqlik, tushkunlik, chechig'anqiliq ichida tipirlab kelayotgan bir xalqni sagaklik bilan yashashga undigan, yangilikqa yetaklagan, insoniy qadr-qimmati bilan yashashga da'vat qilgan, adolat va saodat yo'li ustida izlanishga chaqirgan bir dono yo'lboshchini kallasi feodal ong ideya bilan to'lib ketgan aksiyatchi mansabdor Yang Zingshinning ko'zini mit qilmasdan yo'q qilib atganligidir. Bundaq haqqoniyatsizlikni feodal podshohlik sharoitida ko'rilgan bo'lsa, tushunishga bo'lsa-mu, 4-maydan keyin Jungoni qaplagan yangi madaniyat harakati sharoitida qabul qilg'ili bo'lmaydigan nomussizlik deb aytishga bo'ladi. Bizning vijdon nafratimizni qo'zg'aydigan yana bir sabab shuki, Abduqodir Domollamdek munavvar yo'lboshchini yo'qotgan razil dushmanlar ichida bizning hamoqat qarindoshlarimizning bor bo'lganligidandir. Abduqodir Domollamning to'kpisi va ideyasiga zamonimizdagi tadqiqotchilar yuqori baholarni berishdi. Professor Azat Sultan, Zhang Ming, Nur Muhammad zamonlar tuzgan 20-asr Uyg'ur adabiyoti tarixi nomli kitobda mundaq ko'rsatilgan. Abduqodir Domollam mashhur jamoat arbobi va ma'rifat faoliyatchisi,
Şundaqla Uyg'ur hozirgi zamon adabiyotining asos solg'uvchilaridan biri. 20-asrning dastlabidagi Qashqarni markaz qilgan holda elib berilgan ijtimoiy islohot va ma'rifat harakatida Abduqodir Domollam boshlamchi bo'lib o'tirg'i chiqqan. Shundaqla u Uyg'ur ideya madaniyatining ma'rifat va adabiyot tarixida yangi bir sahifa ochgan. Abduqodir Domollam Uyg'ur hozirgi zamon adabiyoti tarixidagi bir nurliq cho'lpon va yo'l ochquchi. Uyg'ur hozirgi zamon adabiyotidagi jahongirlikka, feodalizmga, nodonlikqa qarshi turish, ozodlik, erkinlik, barobarlik, taraqqiyot, demokratiya talab qilish ideyasi Abduqodir Domollamdan boshlangan. 2010-yili yanvarning oxiriga yesildi. Xo'sh, shuning bilan danliq yozuvchimiz, obzorchimiz Yolqin Ro'zining yana bir nodir asri 20-asrdagi tunji islohotchi Abduqodir Domollam nomli asarni to'liq o'qib tamomladik. Yoqtirgan bo'lishinglarni umid qilaman. O'z ta'sirotlaringlarni, o'y-fikrlaringlarni yozib qo'ysanglar bekmi xush bo'laman. Uningdan boshqa ham bahrlashni unutib qolmanglar. Xo'sh, kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.